Barselona kichkina jamoa. Ha, Atletico rahbariyatidagilar aynan Barselona tomon mana shunday haqoratli so'zni aytishdi. Bu ko'proq bilasizmi, provokatsiyaga o'xshayapti. Nega? Sababi Julian Alvares Atleticoni tark etmoqchi. Buni rahbariyatga ma'lum qilgan. Barselonaga o'tishni juda ham o'zi istayapti va buni ustida uning agenti ishlayotgani haqidagi xabarlar chiqqandi. Barsa esa o'z navbatida Atleticoga Alvares uchun 100 million yevro taklif qilgan. Tabiiyki, Atletico ko'proq pul ishlab olmoqchi. Barselonaning asabiga o'ynab bu transferdan ko'proq pul ishlamoqchidek ko'rinyapti. Sababi bunday provokatsiya avval bo'lgan. Esingizda bo'lsa, Lewandowski Barselonaga ko'chib o'tganda, o'shanda Bavariyadagilar Barselonaning puli yo'q, Lewandowskini sotib olish uchun deganda 35-40 million yevro evaziga Levani xarid qilgandi Barsa. Va keyingisi yaqinda bo'ldi. Bavariyadagilar Barselonada hattoki Harry Kane'ning butsasini xarid qilish uchun puli yo'q deganda, darhol Anthony Gordonni, Bavariya o'zi qiziqayotgan Anthony Gordonni Barselona 70 million yevro evaziga xarid qilish haqida xabarlar e'lon qilingandi. Keyin biz 96 mingtaga yetdik. Mana shu oy oxirigacha 100 mingta bo'lishga harakat qilyapmiz. Ulguramizmi yoki yo'q, bu sizga bog'liq.